Assalomu alaykum. Moskvada yurgan, musofirchilik yurgan aka-ukalar, Moskvadan O'zbekistonga reysiy avtobus xizmatlarimiz do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlarni yozamiz, telefon qila olasizlar. Reyslarimiz har kuni do'stlar. Mana yana bitta avtobusimiz kirdi do'stlar. Qiziqqan insonlar telefon qila olasizlar. Reyslarimiz har kuni 2-3 ta reys Moskvadan O'zbekistonga chiqib ketyapti do'stlar. Tanlovda tashib qolmanglar. O'zbekiston nomerdagi UzAvtotrans kompaniyasining avtobuslari bo'ladi. Ekranga nomerlarni yozamiz. Telefon qilib kela olasizlar. Bez dokument yurgan aka-ukalarga ham yo'lkiradan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi. Voditellarimiz yordam berib olib ketadi do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlarni yozib qo'yamiz. Tanlovda tashmasdan telefon qilib kela olasizlar. Bitta like, podpiskani bosinglar. Musofirchilik yurgan aka-ukalar. Moskva, O'zbekiston. +7 985 552 0009 raqamlarini qo'yamiz do'stlar. Komfort holatda ketishni istagida bo'lganlar telefon qilasizlar. 60-70 kilogacha yuklar besplatniy. Mutlaqo 1 so'm pul olinmaydi yuklar uchun. Faqatgina ixcham qilib kompaktniy qilib olasizlar do'stlar. Avtobuslarimiz reyslar har kuni bo'lyapti do'stlar. Tanlovda tashib qolmanglar. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Reysiy avtobuslarda kim ketmoqchi bo'lsa, reyslar har kuni bo'layotgan avtobuslar, mana komfort, zaryadniy устройство, monitor, hamma sharoiti bor avtobuslarda.